Suratut Takathur. Kur'an-ı Kerim'in 102. suresi Tekasür suresi. Ayet sani cemi 8 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhâkumut tekâthur. Elhâkumut ha. Bu harf ma ha harfi ya. Uyg'urchadagi ha o'xshaydi. Elha. Tabiada bir kichik alif bor. Shuni ko'chirib o'qiymiz. Takathur. Sa harfi bu yerdagi sa. Bu alif ba ta sadik sa harfi bu. Sin emas. Shunga takathur deb o'qiymiz. Takasur emas. Takathur. Alhaakumut takathur. Tilimizni tishlab chiqadigan harf bu. Sa harfi. Bu Uyg'urchada yo'q bu harf. Shunga ba'zi qarindoshlar takasur deb o'qiydigan ishlar bor. Diqqat qilsak bo'ldi. Alhaakumut takathur. Sa. Keyingi oyatda hatta zurtumul maqobir. Hatta mau ha harfi bu. Bunda yozilgan ha chikiti yo'q. Ma oldikisi hati bu. Bunda yozilgan. Shunga o'xshamaydi. Hatta deymiz, hatta emas. Hatta zurtumul maqobir. Bu yerda qof harfini sal cho'ng olamiz. Qo deb, maqobir. Maqa emas, maqabir desak bo'lmaydi. Maqobir. Qayta. Hatta zurtumul maqobir. Kalla sawfa ta'lamun. Bu yerdagi sin hamda mao sin harfi. Sawfadagi mao sin. Ma oldikisi sati mawa. Takathurdaki mao sa. Mao tilimizni tishlab chiqargan takathur deb. Amma bu yerdagi sawfa sin. Sawfa ta'lamun. Yani kalla sawfa ta'lamun. Bu yerdagi ta'lamun deki vav bu so'zib o'qisak bo'ldi. 2 harf, 4 harf, 6 harfcha so'zsak bo'ladi. Keyingisi summa. Summa o'qiganda ma sa o'xshashlar tilimizni tishlab chiqargan harf sa. Su, summa. Ba'zi qarindoshlar uy o'qib qo'ydigan Uyg'urchada uy harf bor. Yoki turkcha degandek uy o'qib qo'ysak, hamda toz degan to'g'ri ketmaydi. Shunga u o'qiymiz. Summa deb. Summa emas, summa. Summa kalla sawfa ta'lamun. Bu yerdagi vav o'xshash, mad joiz. Qayta qo'yaylik. Summa kalla sawfa ta'lamun. Bu ayn o'qigan diqqat qiling. Ta'lamun ayn. Bu hamza emas, ayn. Keyingisi kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna. Bu yerdagi ismi ayn. Ta'lamuna ilmal ayn. Ayn. Ilmal yaqin. Bu o'xshash mad joiz. La tarawunnal jahim. La tara. Bu tafxim qilin o'qilgan harf. La tarawunna. Bu yerdagi bu nun. G'unnilik ixfa. Nunni to'xtaymiz. Shaddini ko'rdik mana. Shadda bo'lgandan keyin bu nunni ixfa qo'yamiz. La tarawunnal jahim. Thumma
بومو ميم توختايمز ثم دب ثم لترونها عين اليقين. Bu memnun üstü to'xtashlik maqsad nima? Chunki ixfa. Summa deb bilan qisqa o'qib qo'ysak bo'lmaydi demoqchi. Ya'ni bu yerda bu oyatdan keyin to'xtab qoling degan gap emas. Summa la tarawunnaha aynal yaqin deb mim harfini so'zg'anda o'qiymiz degan gap. Mim harfini to'xtab. Andin la tarawunnaha degan nundimi o'xshashlar ikki harf miqdorda to'xtab so'zg'anda o'qiymiz. Yana bir o'qiylik. ثم لترونها عين اليقين. آخر قاية. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما بغي قوية ما يدا mim ixfa bunimi g'unnilik ixfa deymiz. Shunga mimni o'qigandimi mimni so'zib o'qiganda xuddi to'xtab o'qiymiz. Summa latus'alunna deb bundachu nunning ustidami so'zg'ini o'qiymiz. Yawma izin. Mayadiki hamda izhor deyildi mavu. Chunki tanvinlik nun. Yani bu yerdeki du zir yoki kasratayn yani qo'sh zir kelganda buni oxir talaffuzi nun o'qildi, sukunliq nun. Yawma izin deb bu sukunliq nunning qoidasida sukunliq nundan keyin ayn kelgan bo'lsa yoki g'ayn yoki ha deganda ha deganda mana kanay harfi kelib qolgan vaqtida bu ni izhor uch o'qiymiz. Yawma izin deb buni yawma izin deb ixfa qilmaymiz demoqchi. Shunga buni yawma izin anin naim. Mayadagi nunchu hamda buni ixfa qilamiz. Anin deb to'xtaymiz, chunki bir sukunliq nun, bir fatha nun bor. Shaddidinga shu ikki harakatni ko'rsatadi. Birisi sukunliq nun, birisi fathalik nun. Shunga nunni haqida nun keldiğin gap. Şunu to'xtaymiz. Anin naim deb. Bu oyatni qayta o'qiylik. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Odatda o'qiganda sad mubolag'a qilib o'qiymiz. O'rganish yanada qisqa bo'ldi. Unda bo'lsa bu surani Takassur surasini qayta o'qiylik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم.